لا 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 تبقى معدية لا لا سلمش عليا لا عيني في عينيه لا لا وعينها في عينيا لا عيني في عينيه لا لا وعينها في عينيا ينفع كده طب يرضيكوا كده طب ينفع كده طب يرضيكوا كده لا تلبس ضيق لا لا وانا ركبت زي لا تلبس ضيق لا لا وانا ركبت زي لا مش قادر امشي لا لا واصحابي تتريق لا مش قادر امشي لا لا واصحابي تتريق لا 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 طب ينفع كده Un, dos, tres. Anor raqs ansambli latofatli raqqosa qizlariga alohida tashakkurlarimizni yo'llaymiz. Va taomlardan avval payda sizdan qarsaklarni so'rab ortiqcha urintirmoqchi emasmiz, lekin e'tiboringizni so'rashga majburmiz. Chunki navbatda yana bir o'yin konkurs bo'lib o'tadi. Ushbu konkurs g'oliblariga bo'lsa qimmatbaho kunlar sovg'a sifatida kompaniya Mono Elektrik kompaniyasi nomidan taqdim etilishini bildiramiz. Xo'p, ushbu konkursda kimlar ishtirok eta oladi? Bu gal do'kon egalari, do'kon xodimlari, aynan Mono Elektrik mahsulotlarini sotayotgan do'kon egalari, qo'lingizni ko'taring. 3 ta do'kon egasi kerak. Do'kon xodimi, marhamat keling. Dinoraxon birinchi ishtirokchimizni tanladim. Qolgan ikkitasini marhamat tanlab berishingizni so'rayman. Albatta, xohlovchi tadbirkorlarimiz bo'lsa, qo'llaringizni ko'tarishingiz mumkin. Keling. Marhamat. Qo'llarini ko'targan yigitlarni taklif qilamiz. Ikkita ishtirokchi bo'ldi. Bu tarafdan bormi tadbirkorlarimiz? Demak, sahnaning chap tarafida
do'konchi, mehmonlar, Keling. do'kon egalari. Marhamat. Yo'qmi? Boshqa joygami? Xo'p. Demak, 3 ta ishtirokchimiz bizning yonimizga kelmoqda. Yuring, biz sal mana shu stollar ustiga nariroqqa boramiz. Stollar yonidagi mahsulotlarga e'tiboringizni qarating. Bu mahsulotlar ichidan hozir siz boshlovchi aytadigan mahsulotlarni birinchi bo'lib topib qayerga qo'yish kerak? Har bir ishtirokchi o'ziga xos bo'lgan bir Xo'p, mana orqangizdagi maydonga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta mahsulot nomini aytaman. Bu mahsulot nomlari yozilgan. Siz mana shu mahsulotni qarang, yuzlab Mono Electric kompaniyasiga tegishli bo'lgan mahsulotlar ichidan topasiz va mana shu o'zingizni orqangizga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Labbay. Mana shu o'zingizni orqangizga, yoningizga, xullas sizniki ekanligini bilsak bo'ldi. Tushunarlimi? Kim ko'p mahsulot topa olsa, aynan mana shu ishtirokchi g'olib bo'ladi. 10 ta mahsulot nomi aytiladi. Demak, ishtirokchilarimiz 3 ta, bu yerda 4 ta bo'lib ketdimi? Siz ishtirokchi emasmi? Xo'p. Demak, 3 ta ishtirokchimiz mahsulot nomlari yozilgan ro'yxatni berishingizni iltimos qilaman va kamina o'qib eshittirishim bilan siz izlashni boshlashingiz mumkin. Topishingiz bilan demak bildirasiz topganligingizni, biz keyingi mahsulotning nomini o'qiymiz. Tushunarlimi? Agarda mehmonlarimiz band bo'lishmasa, bu ishtirokchilarimiz ham qarsaklar bilan qo'llab qo'ying. Rahmat. Birinchi mahsulot, tayyormisiz? Birinchi mahsulot nomini aytaman. Izlashga tayyor bo'ling. Kumush выключатель, bittalik, ichki deb yozilgan. O'ylaymanki, siz gap nima haqida ketayotganini tushundingiz va ushbu mahsulotni toping. Labbay. Kumush выключатель, kumush rangli, выключатель bittalik, ichki. Kumush rangli выключатель bittalik, ichki deb yozilgan. O'ylaymanki, bu ta'rif do'konchi tadbirkorlarga yetarli bo'ldi va izlash uchun jarayon boshlanmoqda. Musiqalar ham biroz energichniy bo'lsa, aynan muddao bo'ladi. Kumush rangli выключатель bittalik, ichki topildi. Demak, bu yerda boshqa narsani topdingiz, adashmasam, bittalik, ichki bo'lishi kerak. Kumush rangli bo'lishi kerak. Siz topganingiz bo'lsa oltin rangli. Va alohida aytib o'tishimiz joiz, mana shu qo'limdagi ro'yxatdagi mahsulotlar bir donadan bor stolda. Shunday ekan, biroz tezroq, chaqqonroq harakat qiling, chunki g'olib kuller egasiga aylanadi. Ikkinchi, demak, mahsulot nomini o'qib eshittiraman. Наружная розетка bittalik. Zazimleniyali, oq rangli bo'lishi kerak. Наружная розетка bittalik. Zazimleniyali, oq rangli bo'lishi kerak. Ushbu elektr mahsulotini topishingiz kerak bo'ladi. Demak, ishtirokchilarimiz izlashda davom etishmoqda. Dinaraxon o'qib eshittirish uchun sizga taqdim qilaman, tushunsangiz bo'ldi. Topildimi? Topildi. Demak, keyingi mahsulotni o'qib eshittiramiz. Включатель uchtalik, oq ichki. Включатель uchtalik, oq ichki. Cho'qib o'chiradigan включатель uchtalik, oq rangli va ichki bo'lishi kerak. Chaqqonroq harakat qilasiz. 3-mahsulot nomi oq rangli включатель. Bir dona bo'lishi kerak. Bir dona. Ishtirokchilarimiz diqqatiga, bir dona mahsulot topishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana shu qo'limdagi ro'yxatda yozilgan mahsulotlar faqat bir donadan bor. Demak, 4-mahsulotni o'qib eshittiraman. Titan rangli rozetka bittalik, bez zazemleniya, ichki. Titan rangli. Titan rangli. Titan rangli rozetka bittalik, bez zazemleniya, ichki. Bez zazemleniya. Demak, topildimi? Topildi. Titan rangli. Xo'p, keyingi mahsulotga o'tamiz. Hurmatli ishtirokchilar, diqqat qiling. Keyingi mahsulot
Наружная rozetka ikkitalik, oq, bez zazemleniya. Наружная rozetka topildi. Ajoyib. Demak, keyingi 6-mahsulot nomini o'qib eshitiraman. Bizda oldinda borayotgan ishtirokchi bor. Xo'p. Titan rangli включатель, ikkitalik, ichki. Ikkitalik titan rangli включатель. Ichki. Aynan mana shu mahsulot topilishi kerak. Titan rangli. Ikkitalik, ichki включатель yoki выключатель. Chaqqonroq, tezroq harakat qiling. Demak, izlashda davom etishmoqda. Topildi. Ajoyib. Demak, har bitta ishtirokchida ikkitadanmi hozir topilgan mahsulotlar? Juda ham ajoyib. Demak, konkurensiya, raqobat bor. Aynan mana shu ruhiyatda davom etamiz. Keyingi mahsulot, 7-mahsulotni o'qib eshitiraman. Rozetka bittalik, oq rangli, bez zazemleniya. Takror e'tirof qilaman, bu yerda ichki yoki tashqi ekanligi yozilmagan. Rozetka bittalik, oq rangli, bez zazemleniya. Xo'p bo'ladi. Demak, ichkimi? Tashqi ekan, tashqi. Rozetka bittalik, oq rangli, bez zazemleniya, tashqi topildi. Ajoyib. Zazemleniyali topildi. Biz keyingi mahsulotni o'qib eshittiramiz. Keyingi mahsulot kolotka, 3talik, bez zazemleniya. Kolotka, 3talik, bez zazemleniya. Mana shu mahsulotni topishingiz kerak. Izlang. Xo'p, kolotka izlanmoqda, 3talik, bez zazemleniya. Hali topilganicha yo'q. Izlashda davom eting va topildi. Ajoyib. Ikkita bir xil natijali ishtirokchimiz bor. Keyingi mahsulotni o'qib eshittiramiz. Albatta, keyingi mahsulotimiz oq rangli vilka. Vilka oq rangli bo'lishi kerak. Izlang. Topildi. Ajoyib. Bizda favorit bor, yutish imkoniyati ko'proq bo'lgan ishtirokchimiz bor. Agarda ikkita bir xil natija bo'lib qolsa nima qilamiz? Xo'p bo'ladi. Demak, oxirgi mahsulot nomini o'qib eshittiraman. Удлинитель 2 metrlik, zazemleniyali 3talik. Удлинитель 2 metrlik, zazemleniyali 3talik. Ajoyib. Topildi. Qarsaklaringiz eshitilmayapti. O'yin nihoyasiga yetdi. Bizda g'olib bor. G'olibni aniqlaymiz. Demak, g'olibni aniqlash uchun mutaxassisimizga mikrofon taqdim qilaman. Bu yerda ishtirokchimiz bilan tanishib olishni taklif qilaman. Assalomu alaykum. Ismingiz? Obidjon. Obidjon akamiz g'olib bo'ldi. Obidjon akamizni Guldiroz qarsaklar bilan xushtab qo'yamiz. Obidjon aka, do'koningiz qayerda joylashgan? Gurlan tumanidagi hurmatli mehmonimiz o'z do'konlarini, demak, mijozlarga mana shunaqa tezkorlik bilan xizmat ko'rsatishlarini ushbu o'yin orqali bizga namoyon etdilar deyishi mumkin va ularga o'yin g'olibi bo'lganliklari uchun koller sovg'asi taqdim etiladi. Qarsaklar og'ushida. Qolgan ishtirokchilarimizga ham ishtirok uchun katta rahmat deymiz. Tanishib olamiz. Ismingiz? Nodirbek ismi. Nodirbek aka, do'koningiz qayerda? Xiva shahrida. Xiva shahrida do'kon egasi bo'lgan Nodirbek akamizga ham alohida rahmat. Ishtirok uchun rahmat, tashrif uchun rahmat. Esdalik sovg'asi taqdim qilinadi. Siz bilan ham tanishib olamiz. Ismingiz? Ahmad. Qayerda do'koningiz? Shovot tumanida do'kon egasi ishtirok etdilar va natijani e'lon qilaman. Ikkita ishtirokchimiz 3tadan mahsulot topib oldilar va ko'proq omad
aynan Gurlan tumanilik ishtirokchimizga kulib boqdi va ular kuller sovg'asini qo'lga kiritdilar. Ishtirok uchun katta rahmat va biz oqshomimizning keyingi qismiga o'tishga taraddud ko'ramiz. Demak, raqqosalarimizning ham chiqishlari birozdan so'ng bo'ladi. Hozir bo'lsa, Kamina xonandamizni sahnamizga taklif qilmoqchiman. Xonandamiz hamda sovuzandalar guruhi yana sizning xizmatingizga taraddud ko'rishmoqda. Albatta, san'at sahnamiz markazga estradamiz yulduzli ijodkori Muhammad Safo hamda ijodiy jamoani taklif qilamiz. Marhamat. Sizga bo'lsa ajoyib kayfiyatlarni tilashda davom etamiz. Sahnada Muhammad Safo kuylaydi. Marhamat. Turkiyadan kelgan mehmonimiz bor ekan. Shuning uchun bir kublet turkcha qo'shiq aytib boramiz. Undan keyin yana qo'shiqlarimizni davom qildiramiz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızları tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızları tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Düşlerimde büyürüm, büyürüm. Kabusuna olurum. Düşlerinde büyürüm, büyürüm. Kabusuna olurum. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim. Bir sen olurum, bir ben olurum. Bu akşam olurum, sırf senin için. Beni ölüm bile anlamaz. Bu akşam olurum, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim. Bir sen olurum, bir ben olurum. Bu akşam olurum, sırf senin için. Beni ölüm bile anlamaz.
Marhamat, endi sho'x yalla qo'shiqlarimiz bilan davom qildiramiz. Endi shuda o'ynaymiz degan og'alarimiz bo'lsa, bemalol chiqib, dam olib, hordiq chiqarib o'ynayveramiz. Qo'shiqlarimizni yana davom qildiramiz. Tangrim nerdan sevdim qani marhamat. Koy kalbim işten geç azap çekince yığlama kıylama feryat salma sen sabır kıl adım Allah'a gidince bu derde başayıp teslim bulmasın. Kalbim sorar ona afsusunu sevgisi yalan. Allah'ım gör bunu yeter kurtar beni afsusunu sevgisi yalan. Tangrim birden sevdim nereden kaldım bu bana. Yandım da buldum senin kaldım bu dünyada. Verdim ben barımı hayatım onu koluma ama düştüm bu işte tuzaklarına. Tangrim birden sevdim nereden kaldım bu bana. Yandım da buldum senin kaldım bu dünyada. Verdim ben barımı hayatım onu koluma ama düştüm bu işte tuzaklarına. Nereden sevdim, nereden kaldım bu bana. Yandım da buldum senin kaldım bu dünyada. Nereden sevdim, nereden kaldım bu bana. Yandım da buldum senin kaldım bu dünyada. Verdim ben barımı hayatım koluna ama düştüm bu işte tuzaklarına. Marhamat, qo'shiqlarimizni yana davom qildiramiz. Sen Leyla, sen Şirin, yana Zuhra buldun. Sen yarman hayatımın aslınısın kıldın. Kimle, aydın kimle, menden sevip kaldım. Öz-özüme bilip durup, derdini satın aldım. Sen alasın, sen alasın, sana yazsam dım. Sen için değil, ayrılıkın, ben sana sanırım sevdim. Sen alasın, sen alasın, sana yazsam dım. Sen için değil, ayrılıkın, ben sana sanırım sevdim. Sana kuvvet, sana şadik, yana mihribadik.
Yaşarma işkotunda yanaşım isterim. Canım ben, aytar ben, sever mi yüreğim? Ne bilsem hayatından arzuyu dilerim. Bana sapana varmadım sana yandım sen köyde. Sen olsan, sen olsan, sana yazsam dım. Sen şundin hayallıkın, ben sanam sana dım sevdim. Sen olsan, sen olsan, sana yazsam dım. Sen şundin hayallıkın, ben sanam sana dım sevdim. Qo'shiqlarimizni yana davom qildiramiz. Yana turcha qo'shiq bo'ladi ekan. Dıldım dağdan kopan kuru yaprağı Leylim ley Seher yeri dağıt beni kır beni Leylim ley Kanı merhamet Hoşlarımız sana için Döndüm daldan kopan kuru yaprağı Leylimle Seher yeli dağıt beni kır beni Leylimle Götür tozlarımı buradan uzağa Leylimle Yarım çapla ayağına sür beni Leylimle 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 Yetti yıldır uğramadım yurduma Leylimle Dert ortağı aramadım derdime Leylimle Geleceksen bir gün düşüp ardıma Leylimle Buna değil yüreğine sor beni Leylimle 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 Leylimle, Leylimle Merhamet Qo'shiqlarimizni yana davom qildiramiz. Bu şarkım sana dinle Söyle nasıl sevdiğini söyle Yanımda oldum aşktan seninle Kayboldum gözlerinde Uçurumsun sen bu bedende Her şeyi bırakıp bir köşeye Yanmaya hazırım ben Seninle ateşlerde
Yanmışım solmuşum ellerinde, bitmişim tükenmişim gözlerinde. Mutlaka oldum aşkla seninle, kayboldum gözlerinde. Uçurumsun sen bu bedende, her şeyi bırakıp bir köşeye. Yanmaya hazırım ben seninle ateşlerde. Yoksa bugün yasak olsa, yasa başkası sana yasa. Oldum aşkla seninle, kayboldum gözlerinde. Uçurumsun sen bu bedende, her şeyi bırakıp bir köşeye. Yanmaya hazırım ben seninle ateşlerde. Yanmışım solmuşum ellerinde, bitmişim tükenmişim gözlerinde. Mutlu oldum aşkla seninle, kayboldum gözlerinde. Uçurumsun sen bu bedende, her şeyi bırakıp bir köşeye. Yanmaya hazırım ben seninle ateşlerde. Yanmışım, solmuşum, bitmişim. Dinle bu şarkım sana, dinle. Mutlu oldum aşkla seninle, kayboldum gözlerinle. Uçurumsun sen bu bedende, her şeyi bırakıp bir köşeye. Yanmaya hazırım ben seninle ateşlerde. Qo'shiqlarimiz yana davom qildiramiz. Yo'q shunday aytim keladi, sizga bir gap aytgim keladi. Ko'rsin ko'ngilning ko'chasi demang. Yoshligimga qaytgim keladi. Olislardan chorlar burniga qaytolmasam mendami gunoh. Ilk sevgimga yagona guvoh. Yoshligimga qaytgim keladi. Umr asli 5 kunlik safo, gohi safo, gohida jafo. Tashlab ketgan o'sha bevafo. Yoshligimga qaytgim keladi.
aytgim keladi. Sizga bir gap aytgim keladi. Qursin ko'ngilning ko'chasi demang. Yoshligimga qaytgim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar. Bag'rida bir uxlagim kelar. Quchib yig'lagim kelar. Yoshligimga qaytgim keladi. Eslab do'stu qadrdonlarni sog'indim-da o'sha onlarni. Yoshligimga qaytgim keladi. Olislardan cho'lar bir nigoh qaytolmasam mendami gunoh. İlk sevgimga yagona guvoh. Yoshligimga qaytgim keladi. Siz ham mendek ezilgan chog'da kezganmisiz xazonli bog'da. Qo'msab azam yuragi dog'da. Yoshligimga qaytgim keladi. Yoshligimga qaytgim keladi. Yoshligimga qaytgim keladi. Sog'inganda o'sha onlarni. Yoshligimga qaytgim keladi. Aslı 5 günlük safa, gah safa, gah da cefa. Tashlab ketgan o'sha bevafo. Yoshligimga qaytgim keladi. Rahmat, yosh kayfiyatingiz yana bir bor sog' bo'linglar. Estradamiz yulduzli vakili Muhammad Safoga alohida tashakkurlarimizni yo'llaymiz. Muhammad Safo hamda ansambl ijodkorlarga rahmat, tashakkurlarimizni bildiramiz va bayram tadbiri bo'lsa davom etadi. Galda Kamina kompaniya mutaxassislarini taklif qilmoqchiman va ular tomonidan hozir shit obzori bo'lib o'tishi kutilmoqda. Shunday ekan, marhamat qiling. Diqqat e'tiborlaringiz markazida kompaniyaning yana bir mahsuloti namoyish etiladi. Albatta, marhamat.
Sizlarga hozirda monoelektrik mahsulotlarining qanday sifatli darajada ekanligini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Buni oddiygina mana bizni o'zimiz brendimizdan, o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan shit miqyosida ko'rsatmoqchimiz. Bu shitimiz ko'pchilik shitlarni sizlar bilasizlar, elektrik ustalar ham biladi, do'konchilar ham biladi. 90 gradusga eshigi ochiladi xolos. Bizda esa shitlarimizni hammasi 180 gradus ochiladi. Keyin bizni shitlarimiz yana bitta afzallik tomoni qopqog'ining ikki tomonga ochilishi. Istasangiz o'ng tomonga, istasangiz arzimas harakat bilan uni chap tomonga ochilishini ham ta'minlasangiz bo'ladi. Bu albatta elektrik ustalarining qulayligi uchun ishlab chiqarilgan mahsulot. So'ngra biz bu mahsulotimizni sizlarga sifatini crash test qilib, hozir mana shu yerning o'zida ko'rsatib bermoqchimiz. Mahsulotimiz shitlarni bilasizlar, tashqariga qo'yilganda yosh bolalar to'p o'ynaydi, unga tegishi mumkin yoki biror qattiq jism teganda o'z shaklini o'zgartirmasligini biz sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Mana buni diqqat markazlariga qaraysizlar. Farhod aka, o'zingiz chiqib ko'rsatasiz. Farhod aka, vesiz necha kilo? 110 kilo. Ishtirokchilardan ham bir vesi og'irroq bo'lgan bir ishtirokchini chorlab qolamiz bu yerga. Azima keling, Azima o'tkelgini sindirib edingizmi bana keling. Bu shitimiz o'tga elam chiqarib ko'rsatadilar. Monoelektrik bu bilan nima bo'lajak? Yillar o'tib kimlarnidir sifati tushadi, mahsulotni yoki aralashtiradi yoki o'zgarish bo'ladi, ekonom qilinadi. O'sha dorishi o'tga elam chiqib ko'rsatadilar. Sinish yo'q ina. Mana endi bir kishi emas, 2 kishi chiqib ko'rsatamiz buni ustiga. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka, assalomu alaykum. Siz necha kilo? Assalomu alaykum. 115 kiloman. 115 kilo va 110 kilo. 225 kilogram yukni bemalol ko'tardi. Biz albatta buni crash testda maksimalli 5 kishi buni ustiga chiqqan va 355 kilogram vesni ham bemalol ko'targan. Bu bilan biz sizlarga nima demoqchimiz? Bu albatta bu oyoq ostiga qo'yib, ustiga chiqib stol sifatida, pastavka sifatida foydalanadigan narsa emas, ammo bu bilan sizlarga monoelektrikdan chiqayotgan, monoelektrik brendi ostida chiqayotgan har qanday mahsulotga sizlar ishonib foydalanishlaringiz mumkin. Albatta bularning hammasi juda sifatli. Rahmat hammalaringizga kattakon. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ajoyib prezentatsiya uchun, namoyish uchun, taqdimot uchun tashakkur, rahmatlarimizni izhor qilamiz va hozir Kamina Muhammad Rasul aka, agar ruxsat bersangiz bir nechta savol bilan mehmonlarimizga murojaat qilaman. To'g'ri javob bergan ishtirokchilarimizga bo'lsa, sovg'alarni taqdim qilamiz. To'g'rimi? Demak, hurmatli mehmonlar, yuqorida kompaniya xodimlari, savdo direktorlari ushbu kompaniya haqida ma'lumotlarni aytib o'tishdi. Agar yodingizda qolgan bo'lsa, mana shu ma'lumotlar ayni muddo, chunki savollarim ular qilgan prezentatsiyadan bo'ladi. To'g'ri javobni bilgan ishtirokchimiz qo'llarini ko'taradilar va kamina yonlariga borib javobni qabul qilamiz. To'g'ri javob bo'lsa, sovg'a bilan taqdirlaymiz. Hamma tayyor bo'lsa, birinchi savol quyidagicha. Monoelektrik kompaniyasining dunyo bo'ylab qaysi davlatlarda zavodlari bor? Qaysi davlatlarda zavodlari bor? Demak, birinchi bo'lib qo'llarini ko'tarib yonlariga taklif qilgan mehmonimiz yonlariga tashrif buyuramiz. Assalomu alaykum. Ayting. O'zbekiston, Turkiya, Jazoir. Guldiroz qarsaklarini chalib qo'ysak bo'ladi. To'g'ri javob, to'g'rimi? Monoelektrik kompaniyasi xodimlari, marhamat, sovg'ani aynan mana shu mehmonimizga taqdim qilishingiz mumkin. Albatta sizni taklif qilamiz. Keling. Ikkinchi savolni o'qib eshitirish arafasidaman. Demak, ikkinchi savolni Dinaraxon siz o'qib eshittirasiz. Jazoirda nechta zavod bor va qancha inson ish bilan ta'minlangan? Jazoirda nechta zavod bor? Birinchi qo'l ko'targan ishtirokchimiz. Demak, yonlariga tashrif buyuramiz. Ayting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jazoirda 6 ta zavod bor, 10 mingdan ortiq ishchi ish bilan ta'minlangan. Rahmat. To'g'ri javob uchun qarsaklar chalib qo'ysak bo'ladi va albatta so'raymiz, maylimi sizni ham markazga taklif qilaman. Demak, ishtirokchilarimiz bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir eng oxirgi savolni o'qib eshittirmoqchiman. Jizzaxdagi monoelektrik zavodi qachondan boshlab faoliyat yuritmoqda? Demak, kompaniya xodimlarining o'zlari javob berish istagidagi mehmonimiz tanlang, kimni taklif qilamiz?
javob berish istagidagi mehmonlar nihoyatda ko'p. Uzoqroqdan ham tayyorlaylik bu tomondan. Xo'p bo'ladi. Bu tomondan javob yo'llaganlarni tanlamadik. Iloji bo'lsa uzoqroqdan o'zingiz bir kishini tanlasangiz. Eng oxirdagi inson. Keling, yaqinroq tashrif buyurishingizni iltimos qilamiz. Savolni o'qib eshitiraman. Demak, Jizzax viloyatidagi Jizzaxdagi, ya'ni monoelektrik zavodi qachondan faoliyat yuritmoqda? Javobingizni ayting. Assalomu alaykum. 2021-yilda tashkil etildi. To'g'ri javob. Qarsaklarni chalib qo'yamiz va ishtirokchilarimizni davramiz markaziga taklif qilamiz. Ular bilan tanishib oladigan fursat ham yetdi. Demak, birinchi savolga to'g'ri javob bergan ishtirokchimiz. Ismingiz, qayerliksiz va kasbingiz nima? Ankara'dan elektrikmen O'ktam Sultonovman. Ajoyib. Guldiroz, qarsaklarni chalib qo'ying. Xonqa tumanidagi ustamiz, xush kelibsiz. Sovg'a bilan taqdirlaymiz. O'ylaymanki, sizning sohangizga ayni muddao bo'lgan sovg'a bo'ldi, to'g'rimi? Demak, bu sovg'a e'tirof qilib bering, qanaqa sovg'a bu? Elektrik ustalarimiz uchun manfaatli bo'ladi degan maqsadda sizlarga shurpavorni lozim topdik. Rahmat. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob bergan ishtirokchimiz bilan tanishamiz, marhamat. Ismim Azizbek, Yangiariqdan tadbirkormiz. Demak, Azizbek akamizga ham qarsaklaringizni chalib qo'yasiz. Ishtirok uchun, tashrif uchun katta rahmat deymiz. E'tiborli bo'lganingiz uchun rahmat va oxirgi ishtirokchimiz, marhamat, o'zingizni tanishtirasiz. Ismim Murodbek, Xonqadoman, tadbirkorman. Rahmat. Guldiroz qarsaklari sadosi ostida yana bir bor tashakkur izhor qilib, o'z o'rningizga taklif qilamiz. Demak, albatta, chiroyli fotosessiya jarayonlarini ham amalga oshirib, keyingi davraga taraddud ko'rar ekanmiz. Shuni eslatib o'tmoqchiman. Qadrli mehmonlar, Mono Electric Uz Instagram sahifasini o'z Instagram sahifangiz storiesiga belgilashni yana bir bor e'tirof qilaman. Birozdan so'ng aynan mana shu Instagram sahifasiga belgilangan storieslar ichidan biz g'oliblarni aniqlaymiz. Guvoh bo'lmoqdasiz. Sovg'alarimiz qimmatbaho va ushbu g'oliblarga bo'lsa pul mukofoti taqdim etiladi. Qancha ekanligini o'sha payt aytaman. Shunday ekan, agarda Instagram sahifangiz bo'lmasa, toza yangi Instagram sahifasi ochib, storiesingizga bugungi oqshomni tasvirga tushirib, Mono Electric Uz sahifasini belgilab qo'yishingizni tavsiya qilaman, chunki agarda g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, pul mukofoti bunga arziydi. Menimcha mehmonlarimiz kayfiyati biroz yo'q deb tuyulyapti. Mehmonlarimiz kayfiyatli, yaxshimi? Qarsaklar bilan buni bildirishingiz mumkin. Dinoraxon, ovozingiz. Kechamizni qiziqarliroq qilish maqsadida o'yinlarimiz o'tkazilmoqda, raqslar, namoyishlari taqdim qilinmoqda va albatta mehmonlarimizga ma'zur kelyapti degan umiddamiz, niyat qilamiz. Kechamiz davomida mehmonlarimiz kayfiyati biroz bo'lsa-da ko'tarilsin va kechamiz bir umrga xotirlab qolishsin deb niyat qilamiz. Va keling, ayni daqiqalarda yana bir sahna ko'rinishimiz, yana bir raqs namoyishimizni taqdim qilish maqsadida raqs maydonlarimiz markaziga yana bir bora Anor raqs ansambli latofatli qizlarini taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh, 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 oh. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. Eres un besito o un aquí. Pura explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la disco está llena y llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh, 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 oh. Hay music, hay flows. Boy, he say he wanna
touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Anor raqs ansambli latofatli qizlarga alohida tashakkurlarimizni yo'llaymiz. Barcha mehmonlarimiz soatlariga taomlarimiz tortilmoqda. Shu o'rinda yoqimli ishtahollarini tilaymiz va keling, san'at sahnamiz markaziga oqshomimiz mezbon ijodkorini taklif qilamiz. Estradamiz yulduzli vakili Muhammad Safo hamda ijodiy jamoani san'at sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Barcha mehmonlarimizga yana bir bora yoqimli hamda madaniy hordiq onlarini tilaymiz. Muhammad Safo janoblari sizlar uchun kuyladi, marhamat. Bas. Endi marhamat shuda talablarga binoan torda bir ikki qo'shiq bo'lsin deb turibdilar. Og'alarimiz qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Hamma yaqin ishtahatilimiz oldimizda taomlar tortildi, marhamat. o'tar, vaqt o'tar, hollar o'tar, taxt o'tar, bir o'tar, vaqt o'tar, hollar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurishlaring, seni kulishlaring, seni kulishlaring, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurishlaring,
Seni kürüşlerin, seni kürüşlerin. Baharda bağla güzel, kar yağsa tağla güzel. Baharda bağla güzel, kar yağsa tağla güzel. Yaşlık çağla güzel, lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sekin sözleşlerin, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Senin yürüyüşlerin, seni gülüşlerin, seni gülüşlerin. Ay çıkar gezehanı, dostlar köptür vefalı. Ay çıkar gezehanı, dostlar köptür vefalı. Hayat şundan safalı, lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sekin sözleşlerin, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sekin sözleşlerin, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin.
Uçraşış ayrılış gün Unutuş aytılış gün Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Oşa kirişlerin Oşa yürüyüşlerin Onun soraşların Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Oşa kirişlerin Oşa gülüşlerin Onun soraşların Yürüyüşlerin Senin yürüyüşlerin Senin yürüyüşlerin Meni kimge aytay dostlarım Divana kıldı işk meni Sadbara kıldı yüreğim Sadbara kıldı yüreğim Divana kıldı işk beni Sarsana saldı işk beni Meni kimge aytay dostlarım Divana kıldı işk beni Sadbara kıldı yüreğim Divana kıldı işk beni Divana kıldı işk beni Sadbara kıldı yüreğim Divana kıldı işk beni Divana kıldı işk beni Dün keçelerde eylesim Her dem seni yad eylesim Dün keçelerde eylesim Her dem seni yad eylesim İşkimde feryat eylesim Divana kıldı işk beni Divana kıldı işk beni İşkimde feryat eylesim Divana kıldı işk beni Divana kıldı işk beni
bo'lay shamu sahar giryam bo'lay yo'lingda sargardon bo'lay oxir sana qurbon bo'lay divona qildi ishq meni divona qildi ishq meni oxir sana qurbon bo'lay divona qildi ishq meni divona qildi ishq meni Sana saldı ishq meni Mashrabga salib bu kalam vada sharobidan badam Mashrabga salib bu kalam وهذا شراب دم دم يسوي بيله قلن ديوانا كل عشق مني ديوانا كل عشق مني يسوي بيله قلن ديوانا كل عشق مني ديوانا كل عشق مني Men kimga aytay do'stlar divona qildi ishq meni sadbora qildi yuragim divona qildi ishq meni divona qildi ishq meni divona qildi ishq meni divona qildi ishq meni sarsana soldi sarsana soldi ishq meni divona qildi ishq meni Katta rahmat, tashakkur. Ansambl ijodkorlariga ham alohida minnatdorchilik so'zlarini izhor etamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, qancha ko'p marotaba stories qo'ysangiz shuncha yaxshi. Aynan Mono Electric Uz Instagram akkauntini o'zingizni sahifangizda storiesda belgilasangiz, bir necha daqiqalardan so'ng biz mana shu ishtirokchilar, ya'ni Instagramda ushbu oqshomni belgilagan ishtirokchilar qatorida g'oliblarni aniqlaymiz va ularga pul mukofotlarini taqdim qilamiz.
Albatta, har bitta mehmonimiz o'z omadini sinab ko'rishini tilaymiz. Bemalol hozir ham kech emas, Instagram akkauntlaringizga Mono Electric akkauntini atmetka qilib istoriyalarni qo'yishingiz mumkin. Hozir ham kech emas, hali g'oliblar aniqlanmadi. Bemalol hozir ham sizda Instagram sahifa yo'q bo'lsa, Instagram sahifalarini ochib atmetka qilish imkoniyati bor. Demak, Dinoraxon, mehmonlarimizga aytishimiz mumkin, 1 dan 77 ga bo'lgan sonlar ichida birisini aytishingiz kerak bo'ladi. Xohlagan bir ishtirokchimizdan so'raymiz, bitta son aytishlari kerak bo'ladi. 1 dona son. Kimdan so'raymiz? Ko'ngilli ishtirokchilarimizdan xohlagan bir 1 dan 77 gacha bo'lgan sonlardan xohlaganingizni ayting. 5. 5. Ya'ni 5-chi bo'lib belgilagan insonni hozir taqdirlaymiz. Birozdan so'ng aniqlaymiz. Ikkinchi raqamni topishimiz. O'z Instagram sahifalarida bugungi oqshomni tasvirga tushirib, storieslarda Mono Electric Us sahifasini belgilab qo'ygan insonni aniqlaymiz. Usmon Media studiyasi ijodkorlari keling va agar mumkin bo'lsa biz ekranda ushbu jarayonlarni taqdim qilishingizni so'raymiz. 5-chi hamda 27-chi, to'g'rimi? 77 ta stories joylangan. Sanashni boshlaymiz, marhamat. Hayajonli daqiqalar. Men ham belgilaganman, balki menga ham omad kulib boqar. 1, to'g'rimi? 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi. Mana shu ishtirokchimizni ismlari Hazrat Ali 92 akkaunt egasi. Hazrat Ali 92 akkaunt egasi. Taklif qilamiz, keling. Ajoyib. Xo'p, ikkinchisini sanaymiz. Hozir 5 ga keldik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Topdik. Kim? Sanjar ZXC. Sanjarbek, shu yerdamisiz? Sanjarbek, qayerdasiz? Qani Sanjarbek? Sanjarbek, yana bir bor aniqroq o'qib eshittiraylik. Sanjarbekmi? Demak, qarang, u ishtirokchimiz ketgan ekan. Undan bitta keyingi istoriya egasini aniqlaymiz. Xo'p, keyingi istoriyani aniqlaymiz. Boshqa raqam aytsinmi yoki? Shunaqa taklif ham bo'lmoqda. Bo'ldi, 27 dan 77 gacha bo'lgan boshqa raqamni kimdan so'raymiz? Xo'p. Kimdan? Mana shu qizdan so'rashimizni aytishmoqda. So'raymizmi? 27 dan 77 gacha bo'lgan raqamni mana shu qiz aytadi. Hamma rozimi? Rozi, ayting. 53. 53. Demak, 53-chi stories egasini aniqlaymiz. Xo'p. Biz hozir 27 damiz, to'g'rimi? 27 ketdik. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Demak, 53-chi stories egasi kim? Bekzod Qo'chqorov, adashmasam to'g'rimi? Bekzod Qo'chqor. Shu yerdami? Bekzod Qo'chqorov, qanisiz? Assalomu alaykum. Qarsaklarni chalib qo'ysak bo'ladi. Ikkita g'olibni aniqladik. Instagramni ko'rsatishingiz kerak. Keling, mana shu videoga Usmon Media studiyasi ijodkorlari, tasvirchi, operatorlar obyektiviga qaratasiz va biz hammaning diqqat e'tiborlari markazida g'olib bo'lganingizni e'lon qilamiz va ularga qanaqa sovg'a taqdim qilinadi? Marhamat, Muhammad Rasul o'zlari taqdim qiladilar. Demak, Mono Electric kompaniyasi nomidan sizlarga arzimas bo'lsa ham pul mukofotimiz bor. Uni sizlarga taqdim etishga ruxsat berasizlar. Demak, pul mukofoti har bir ishtirokchimizga $50 dan taqdim qilinmoqda, azizlar. Guldiroz, qarsaklaringizni chalib qo'yishingizni so'raymiz.
bo'ladi. Demak, qadrli mehmonlar, Galda Dinoraxon keling. Biz davramiz markaziga bugungi oqshomni unutilmas bo'lishini istab, hammamizni bir joyga jamlagan insonlarni, tashkilotchilarni taklif qilmoqchimiz. Ya'ni Mono Elektrik savdo direktori Xo'p, Muhammad Rasul janoblari, Xorazm viloyati Qoraqalpog'iston Respublikasi savdo menejeri Jamshid akamizni, Xorazm viloyati rasmiy dileri Hamza akamizni taklif qilamiz. Qolaversa, Turkiyadan tashrif buyurgan mehmonimiz Ibrohim Bey janoblarini ham katta hurmat, ehtirom bilan davramiz markaziga taklif qilamiz. Albatta, barcha mehmonlarimiz sizni yana bir bora muborakbod qilamiz va tashkilotchilarimizni taklif qilamiz. Ulardan ham go'zal niyatlarini tinglaymiz ana endi. O'ylaymanki, bugungi oqshom hammamiz uchun ham nihoyatda go'zal va yorqin taassurotli onlarga boy bo'ldi. Bu oqshomni uzoq vaqt davomida xotiramizdan chiqarmasligimiz aniq, ayniqsa ajoyib sovg'alarni qo'lga kiritgan ishtirokchilarimiz, shunday emasmi? Hozir bo'lsa, ushbu tashkilotchilarning ham nutqiga quloq solib, o'ylaymanki, ularga munosib hurmat, ehtiromlarni hammamiz birgalikda ko'rsatamiz. Keling, Ibrohim Bey, yana bir bor xush kelibsiz. Va Farhod aka, keling, sizni ham taklif qilamiz. Marhamat. Hamma mehmonlarimizning diqqat e'tiborlari sizda. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Hammalaringiz uchun, seminar dasturimizga kelganlaringiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Yana bir bor assalomu alaykum. Ko'rgan ko'rmagan hamkasblar, elektriklar, do'konchilar. Shu bugun Mono Elektrik kompaniyamiz hamkorligida tadbir qilib turibmiz. Shu hurmat qilib vaqt ajratib kelganlaringiz uchun rahmat deymiz. Hozir ko'p obyektlarning montaj jarayoni bo'lib turibdi, boshlanyapti. Bilamiz hammangiz kecha kunduz xizmatdasizlar, hamma vaqt aytib kelganman. Hamma kasb egalari nafaqat sizlar emas, ustalar bormi, molyarchiklar bormi, dizaynerlar bormi, yana elektromontajchilarimiz bor, visoki liniya tortib turgan ustalarimiz bor. Hammani shu xalqimiz uchun jon kuydirib, ishida rizqini terib, xizmatda turibdi. Ishlab yursizlar, hammangizni ishlaringizga rivoj, oilaviy tinchlik tilaymiz. Ota-onalaringiz, oilangiz, farzandlaringiz baxtına sog' salomat, ishlab, o'ynab, gulib yurishlaringizni tilaymiz. Ba'zi bir oshna-og'aynilarimiz, ukalarimiz bor, salgina qisliqib Rossiyaga, Qozog'istonga, qo'shni davlatlarga ishga ketib turibdi. Yana ko'pchiligingizni donimiz bilamiz, necha yil oldi shuda rizqingizni terib, hammamiz birgalikda ishlab turibmiz. Hammangizga ishlaringizga rivoj tilaymiz, sog'lik. Shu yerda hammamiz o'ynab kulib, o'zimizni rizqimizni terib ishlab yurishni, shuningdek birgalikda xomiy kompaniyalarga ham rahmat aytamiz. Shu yurtimiz rivojlansin, hammamiz ishli bo'laylik, oilamiz tinch bo'lsin. Shu o'zimizning yurtimizda, elimizda o'ynab kulib, oilamizning oldida, ota-onamizning oldida yurishimizga hech narsa yetmaydi. Shuning uchun ham qo'ldan kelgancha bir dasturlashtirdik, o'yin-kulki soz bo'ldi, shu bir charchoqlari chiqsin, ertang bir bodri bo'lib ishga chiqinglar, trezi bo'lib deb Xudo xolasa. Hammangizga shu nima dedi, rahmat aytamiz. Jamshid og'adan eshitamiz bu ikki oz. Rahmat. Jamshid aka, marhamat. Yana bir marta assalomu alaykum. Hammang kelganlaring uchun rahmat. Yana bir marta tanishtiraman, men adim Jamshid. Shu Xorazm viloyati Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha menejeri bo'laman. Mono haqida navot savolingiz, taklifingiz bo'lsa, menga murojaat etishlaringiz mumkin. Ko'pchilik taniydi meni bu yerda, elektriklar bo'lsin, magazinchilar bo'lsin, hamma taniydi. Nima deymiz? Birgalikda rivojlanamiz degan umiddaman. Shu Mono rozetka, включательlarda o'ylayman, shu tanlovimiz shu sifatli, nima deydi? Ko'rkam narsa bo'ladi deb o'ylayman. Hammaga rahmat kelganlaringiz uchun, oilalaringizga tinchlik, sog'lik, salomatlik. Rahmat. Sizga ham Jamshid aka katta rahmat taklif uchun. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Farhod. Qoraqalpog'iston Respublikasidan keldim, Nukus shahridan. Va nima deymiz, kelgan mehmonlarga kattakon rahmat kelganlaringiz uchun.
Bu yoshlarning aytgan gaplariga ham qo'shilaman. Yana bir marta rahmat hammaga kelganingiz uchun. Assalomu alaykum. Bu seminarning asosiy nimasi sizlarni yaqindan tanishish, kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa tamom emas. Bir Mahmudjon akamizdan bir Qur'on tilovati eshitamiz. Xudo xolasa har doim gidin. Bilasizlar, dasturimizni bir 4 ta dedi erkak yig'ilgan joyda Qur'on tilovat qilinib Alloh eslanmasa dedi. Yaxshi emas dedi. Shuning uchun ustozimga iltimos qilamiz. Bir Qur'on tilovati eshitamiz. Xudo xolasa oldindan ovqatning duosini qilib, keyin Xudo xolasa Qur'on tilovati eshitamiz. الحمد لله الذي أطعمنا وساقنا وجعلنا من المسلمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وحودا ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Allohu akbar. Duolarimiz karam keng Alloh huzurida qabul bo'lsin. Hali dasturimiz tamom emas, bemalol ana ovqatimiz bor. Yeb ichib turadonimiz, ishimiz borimiz, turishimiz mumkin. O'tiradonimiz bemalol hali davom qilamiz. Xudo xolasa ukamiz Muhammad Safoyina xizmatda hali davom qilamiz. Yangilik o'rnida aytib o'tishim kerak. Mono Elektrik kompaniyasini bu yil o'tgan yilgiga qaraganda assortimentlari ko'paydi. Rangli rozetka включательlari 100% assortimentda bor hozir, xudo xolasa. Hammangizni navoy kerak bo'lsa, do'konimizda kutib qolamiz. Hammaga yaxshi qordiq, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ishlar omad, hammaga rahmat. Hamza akamiz uchun ham bir qarsaklarni so'rasam o'rinli bo'ladi. Xorazm Elektromarket do'koni rahbarlari rahmat, bugungi oqshomni tashkil qilishda va hamma mana shu qadrli insonlarimiz taklif qilib o'zlarining ajoyib, demak,
bayram kechasini taqdim qilganlar uchun har bitta tashkilotchimizga tashakkur, minnatdorchilik so'zlarini izhor qilamiz. Xonandamiz, ansambl ijodkorlariga, tashrif buyurgan mehmonlarimizga, Otaxon Jannat restoraniga tashakkur, rahmat. Siz bilan Kamina Islombek Bekturziyev hamda Dinara Madrimova birga bo'ldik. O'zbekning baxtli kunlarida, mana shunday go'zal kunlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Rahmat e'tibor uchun.